Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Bugun mana shunaqa noodatiy video. Tashqarida birinchi marta men podkast olishga qaror qildim. Va birinchi mana shu kamerani yoqib olishni boshlayman deganimda hozir anita o'tib ketadigan odamlar sahaqinda nima deb o'ylashlari mumkin? Qo'y, qilma, uyda qil, nima kerak degan fikrlar o'tdi xayolimdan va yo'q dedim. Agar men hozir qo'rquv bilan yashasam, men demak shayton bilanman dedimda. Nagli qo'rquvga qarshi boramiz deb sizlarga juda ham zo'r podkast yozmoqchiman. Ya'ni meni hayotimni mo'jizakor tarzda o'zgartirib yuborishiga bitta sababchi bo'lib qolgan bitta oddiy kichkinagina lekin shunaqa ham bitta mashina texnika deymizmi, praktika deymizmi, xullas menda o'xshagan bitta sir bilan bo'lishmoqchiman qizlar. 3 yil oldin, 3-4 yil oldin adashmasam, bitta shu rossiyskiy bloger mana shunaqa texnikani qilib ko'rdim va juda zo'r ishladi, qilib ko'ringlar deb tavsiya qilgandi. Qani shu qizni aytganini qilib ko'raychi deb o'sha aytilgan gaplarga adashmasam 1 hafta 10 kuncha amal qildim. Va natijasini aytaymi qizlar? Bomba bo'ldi. Ya'ni o'sha vaqtlari menda hech qancha harakat qilsam ham bo'lmayotgan siljish mana shu texnikadan keyin mo'jizakor tarzda yaxshi natija keltirdi, muvaffaqiyat keltirdi. Daromad tarafdan, umuman kutilmagan tarafdan daromad kirib keldi. Juda ko'pchilik insonlarda bu texnika juda ham zo'r ishlagan ekan. Shuning uchun hozir bu texnikani aytaman. Siz 1 hafta 10 kun shu aytgan amalimni qilib yuringda va maksimum uzog'i 1 oy ichida o'sha natijalar, kutilmagan joydan takliflar, qanaqadir daromadda o'sish, nimalardir bo'lishni boshlaydi. Va natijasini albatta yozing. Menga juda qiziq, sizda o'xshadimi, nima bo'ldi? Va agar natija bo'lsa, mana shu videoni hamma tanishlaringiz bilan bo'lishing, chunki dunyoni o'zgarishiga, insonlarning ichki holatining o'zgarishiga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shsanglar, bu juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni aslida har bitta insonning vazifasi bu dunyoda bir-birimizga yordam berish, bir o'xshagan narsalarni aytish, bo'lishishda va men bo'lishga qaror qildim. Juda qimmatli, juda zo'r, oson ham zo'r natija bergan. Shuning uchun ozgina o'sha layklar bosib, kommentlaringizni kutib qolaman. Yozing, obuna bo'ling, chunki boshqa videolarimni ko'rgan qizlar, Feruz mana shu 10 yildan beri boshlaydi psixologiyani o'rganaman, hammani o'rganaman, lekin sizni videolaringizni eshitishni boshlaganimdan keyin haqiqatda hayotimda o'zgarish paydo bo'ldi deyishadi. Bu meni juda ham xursand qiladi. Xo'p, endi o'sha texnikani aytsam sizga. Bu texnika prosta har kuni uyingizdan chiqasizda sayr qilasiz. Sayr istalgan tarafga yurib borasiz va ana shu yurib ketayotganingizda yo'lingizdan chiqqan har bitta insonga shunaqa qalbingizni to'ldirib yaxshilik tilashni boshlaysiz. Aytaylik, agar qanaqadir qariya o'tib qolsa, o'sha bukilib zo'rg'a yurib ketadigan inson o'tib qolsa, shunaqa Allohim shu insonga shunaqa sog'liq berginki, quvonib, baxtga to'lib ketsin deb mana shu tilakni shunday o'sha insonga qarab aytib o'tasiz. Bolalar chiqib qolsa, zo'r bo'lsin, katta bo'lsa, shunaqa yaxshi insonlar bo'lsin, daromadi o'ssin, yoki yoshlar o'tib qolsa baxtli bo'lishsin. Hamma insonga tilang, nima tilaklaringiz bo'lsa, ana shunday tilayverasiz. Kamida 1 hafta 10 kunda mana shunaqa insonlarga tilak tilash ko'chaga chiqasizda, prosta faqat insonlarga emas, hatto mana daraxtlarga ham, chiroyli daraxt turibdi, shunaqa o'ssin shu daraxt, shunaqa gurkirab, yana ham chiroyli bo'lsin deb
tilaysiz. Maysalar, qushlar, hayvonlar farqi yo'q. Butun olamga mana shunaqa tilab ketaverasiz. Ketgan yo'lingizda chiqqan odamga, hatto avtobus o'tib qolsa, o'sha avtobus ichidagi hamma inson shunaqa bir milliarder bo'lib ketsin. Hamma qilib turgan niyatlariga erishsin. Pullari ko'p bo'lib ketsin, agar pul xohlab turishgan bo'lsa. Va mana shunaqa tilaklarni tilang, baxt tilang, quvonch tilang va mana shu bir hafta 10 kun davomida xuddi mana shu texnikani qilib yursangiz, mana shu tilagan tilaklaringizni 10 karrasi sizga otilib fontan bo'lib qaytadi bu tilaklar. Ya'ni bu olam bir juda ham qiziqda, juda bir g'alati ishlaydi. Mana endi oxirgi 3-4 yilda anglayapman, umuman bu dunyo boshqacha ishlar ekan. Biz o'ylagandaqa emas. Ya'ni biza aslida mana hamma inson qanaqa yuradi? Chiqadi ko'chaga, tashvishlar miyada aylanadi. Ay, uni qilsam, mana shu ichki holat nima bo'ladi? Noshukurlik, yetishmovchilik, shunaqa holatga kirib qolamiz. Bizada mana shunaqa ko'tarinki har bitta insonga tilaganimizda ichki holatimiz o'zgaradi va o'sha tilaklarimizni ortig'i keladi. Bu yerda ikkita texnika ishlayapti. Ham bumerang, ya'ni nima tilasangiz shu qaytadi, ham ichki holat o'zgaryapti. Sizni ichingiz o'zgaryapti. Ya'ni qanaqa inson boshqalarga tilay oladi? O'zida ko'p bo'lgan inson, butun bo'lgan inson, baxtli bo'lgan inson tilay oladi. Siz esa o'sha insonni pozitsiyasidan boshlab harakat qilsangiz, bu sizni tashqi olamingizni o'zgartirib tashlaydi. Вообще moshni ishlaydi bu texnika. Qilib ko'rasizda, просто vav deb yuborasiz. Vav, avvalroq qayerda edingiz? Vaqtliroq aytsangiz bo'lar ekan. Mana shunaqa narsalar bo'ldi deb yozasiz, inshaalloh, ishonaman. Chunki 3-4 yil avval shu texnikani qilgandim. Orada esimdan chiqib ketganida ishlar bilan bo'lib, keyin yana esimga tushib qoldida, shunaqa qilgandim, zo'r bo'lgandi, yana qilaman deb bir haftadan beri mana shu texnikani qilib yuribman va kutilmagan joydan, umuman o'ylamagan joylardan OLXga qo'yib qo'ygan ezga reklamalardan insonlar yozib, nimalardir xarid qilib, yo'q joydan pul kelyapti-da. Sog'lig'im qanaqadir, ko'zlaringiz bunaqa yarki ochilib, miyadagi tuman ketadi, qanaqadir вообще boshqacha o'zgarish bo'ladi. Вообще sezasiz, tanangizda hatto o'zgarish sezasiz. Mana shu texnikani qilib ko'ring azizlarim. Shunaqa mazza qilasiz. Xursandman bo'lishayotganimdan. Siz bilan bo'lishaman. Foydasi bo'lsa sizga juda xursand bo'laman. Mana shunaqa bilimlar, texnikalar, menda o'xshagan narsalar bilan YouTube kanalimda bo'lishib boraman. Yana Telegram kanalim bor, qizlar. Silkasini qoldiraman, qo'shilib oling. Telegramga a'zo bo'ling, Instagramga a'zo bo'ling. Birga ongimizni o'zgartiramiz, fikrlashimizni o'zgartiramiz. O'zi aslida hamma narsa insonning ichki holati va fikrlashi o'zgarganidan keyin tashqi olam o'zgarishni boshlaydi. Shuning uchun birgalashib o'zgartiramiz. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha. Пока.